Yana bir bor assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kun. Mana bizda xayrli kun. Qaynonam bilan ovqat time. Bugun bizda shashlik, barbekyu qilamiz oilaviy. Kimda shunaqa qaynona bor? Aytinglar-chi, mazza qilib uxlab turasan-da, mazza qilib uxlab turganingdan keyin hamma narsa tayyor, hamma narsa yuvilgan, tilla yuvilgan. Shashlikni tayyorlamoqda. Barbekü. Domni ko'mir yoqadigan faqat biza bo'lsa kerak menimcha. Mana. Bay. Shunaqa ham. Yaxshi kelin bo'laman. Yaxshi kelinga yaxshi qaynona ushiribdi. Juda ham yaxshi qaynonam bo'ladi, juda ham mehribon. Hech qachon u yeringlari bizga bilinmagan, har doim radnoy onam deymanga muomala qilganlar. Bolalarimga ham xuddi o'zlarini radnoy nevaralaridek qaraydilar. Jonim bo'laman, son o'g'lim mani, jununim mani. Kocog'im mani, jininim mani. Hey, that! Na. Open, I think this one. Hello, open the door. What's the dinner smelling? Oh. Oof. Lin. Hey. 아까는 거기에 봐봐. Şimdi hammayon enasini getirdim. 아까는 거기에 다 쏘고요. Shashlik yeymiz deb. Xudoyim. Mana qilib hamburgerdan tayyorlab beradi nevaralari. Vah, krasotка. Jumamizda ovqat time, hammaga yoqimli ishtaha. Bizda mana barbekyu. Voy xudoyim, o'zingga shukr. Qon to'ydik. Endi qaynona hamma yo'g'ini tozalab, yig'ishtirib. Mendan kelganlar. Yes, I think yes. What's the idea? Bizani uyimizga qaynonam kelganda men ortiqcha ish qilishim kerak emas, faqat bolalarim bilan ovora bo'lishim kerak, hech qanday narsaga qarashim kerak emas, yotib dam olishim kerak. Faqat qaynonam shu narsa mendan xolinglar. Hatto duolarda so'ragandilar, mendagi kelinni bir xurram sulton bo'lib yashay men ham 3 kun. Qilib kirlangan bittalab yuvadaman, duo bo'lsa. Qo'llar shofan. Bunaqa nevaralarni bittalab polkasini teshirib, bunaqa yuvolaman. Bunaqa qirmoqning solishdan oldim. Bittalab teshiradi. Hammasi chikki-pukki bo'lishi kerak edi. Bas uxlab olsam deb charchadim. Kirlarni boshqatdan yo'q. Bunaqa. Talab yo'dilar. Chunki anaqa barbekyu hidi bo'lib qo'ygan. O'shanga hozir hammasini boshqatdan yo'q. Bunaqa solib. Обязательно qaynonamga hidli narsa bo'lishi kerak. Sen Başladım, mehnatkash. Qaynonam killab qo'yadi. Hammasini teshib chiqaradi. Yaxshi yurganmanmi, yo'qmi? Albatta qaynonamning ham bilmaydigan narsalari bor, ayblari bor. Bitta ayblari shu lattani yaxshi qilmaydilar. Eng yomon ko'rgan narsam mana shu. Albatta kelinlardan ayb topishadi, lekin biz ham qaynonadan ayb toptirishimiz kerak. O'rgatishimiz kerak biz ham. Hamma ish qo'yilgan yotibdim oldi. Vau, qizim, kim bu?
Hey! You weren't ready to lose. Na 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 qani karta qani va albatta meni ham bolalarimni erkaliklari qo'ziydi. Ayniqsa buvilari kelganda har doim nimadandir tutib qoladi, bir-biridan xafa bo'lib qolgan bo'ladi, arazlagan bo'ladi, nimadir kimdir xafa qilgan bo'ladi. Ishqilib hamma qatori meni ham bolalarim buvisiga chaqma-chaqarli va buvisiga sotilgan holda hayot davom ettiradi. Endi menimcha hamma bola shunaqa bo'lsa kerak, buvisiga, dodasiga erkaligini qilsa kerak. To'ydan oldin turmush o'rtog'im o'gay onam bor deganda juda ham qo'rqaman, chunki xayolimga Zumrad qimmati kelgan. Lekin hozirgi kunda bilamanki, meni qaynonam dunyodagi eng zo'r qaynonalardan bittasi. Meni sirdoshim, meni dugonam. Kelin bo'lib tushganda ko'p narsani bilmaganman, lekin hozirgi kunda juda ham ko'p narsani qaynonamdan o'rganganman. Ertalabdan qaynonam bozorlarga borib, ishlarini bitirib, yetmaganiga mana uyga ham bozorlar qilib keladigan qaynona. Qayerda bor? Qaysi duolarni menga kelin so'raganlar, tayyor bo'l. Bozorlarni qilib keladilar, ertalab vaqt turadilar. Har doim qaynam aytadi, 60 dan oshdim deb yotib olish kerak emas, inson harakat qilish kerak. Qancha charchadim deb yotib olsa, odam shuncha kasal bo'ladi deb har doim menga ham gapiradilar. Hech qachon kasalman, durmagin, kasal bo'lib qolasan, duradilar har. Shunaqa qilib hammasini joylashtirib turibman. Anaqa qilmaydi. Indiskiy kari uchun. Siriyam yo'q. Later I show you all. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kun. Bizning xayrli kunimiz yana Universal Studioda yangi kun, yangiliklar bilan boshlanadi. Ozgina bolalarimizni aylantiramiz. Yo'limizdan shunaqa televideniyega olinayotgan shoumi nimadir bo'layotgan ekan, bularni ham tomosha qilib ketdik. Koreyskiy staylmi, K-pop staylmi, temur shunaqadir. Endi bu narsani ko'proq yoshlar tushunadi. Biz bu yoshga qarib qoldik. Bunaqa stiliga qarib qoldik deydimi, nima deydi? What's going on here? This is house space. Move aside, fellas. You have your chance. Get out of your mind. 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 All the dinosaurs and our raptor trainer, who is in charge of training the adult raptors. Greetings and salutations. I am the teller of fortunes. Winds of fate have blown on my destiny. Ah, yes, and they have blown you right into me, Lady Luck. And I have heard. Oh, wait a minute. I might have misread this. What do you mean, magical person? It is Lady Luck to you. Thank you very much, Kitty. Big hug. Oh, yes. And what about the kitty? Otherwise she'll feel left out. And I have to deal with an angry kitty. Come down. All right, everyone, take a small step back. Oh, no, that's good, actually. That's perfect. all right, everyone. Perfect. Nokia, big smile, ready, lights, camera, action. Oh, hi. Smile. Nice. Good. Just nice. Just nice. Yeah, is it fun? But stop it. Dinosaurs come out from nowhere.
Don't scare me, right? I know you're mine. I'm very fun. You want to try again? Oh my God, let's go. Sizlarda ham bolalar bilan rasmga tushish problemami? Nima rasmga tushgisi kelmaydi bularni? Nima shunaqa ekan bolalar? Relax, relax. That's 4 seconds to countdown. Hozir ular gorka o'tishadi, nimadirlar o'tishadi. Men bunaqa narsaga vasha yo'qman. Yoshligimdan unchalik yoqtirmayman bunaqa narsalarni. Chiqa olmayman bunaqa narsalarga. Juda ham qo'rqaman. O'tirib turaman undan ko'rasi. Bu yoqqa chiqishar ekanmiz anikilar. Erkaklarimiz bizlarlar bilan boshqa joyga chiqamiz, ha, qizim? Xo'p, o'shani очередь ko'p bo'lmasin deyish qilib, rosa ham sekkan bor, eng yomon ko'rgan. Bor, orqaroqga bor. Давай. Smile. This. Mama bitta. Ke qizim. Qarab kel. Shu bilan bizda unboxing time, yana musor sotib oldi. Dadasi har doim musor olib beradi bunga. O'zi hech narsa olmasa ham faqat shunga musor olib beradi. Shunaqa har xil o'yinchoq, jinnislangan narsalarni pul topib aql topmagan dadasi buni shunaqa ana qilib erkalatadi. U nima ekan u? To'tmi? Okay, I think I'll get this. Mommy, I think I'll get this one or this one. It's dangerous for you, I tell you. It's only for 3. When I see Sekin gapiramiz, agar namozga turishing.
sekin gapir. Pul topib aql topmaganlarni o'yinchog'i. Mana bu mishiq, mana bunaqa mishiq slime deydimi buni? Bir mishiq shunaqa yomon ko'radi mishiqlarni shunaqa. Mana bunaqa sovuq bir narsalar, ish qilib qurt qumursqali, ish qilib aytdim, hayotimda go'r ko'lamagandim, bugun go'r ko'ladim. Shunaqa narsalar ish qilib. Qayni-yu narsa bilmayman o'zim nimaga olgan bunaqa narsani. Mana bu uyimizda kamida kimga go'r qazisang, shu go'rga tushasan. O'shaning uchun birovga go'r qazishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar hamma.